erkaklar ayollarga narsa olib bersa puli kamayib qolmaydi. Naborot, erkaklik testosteroni ko'proq ishlab chiqariladi. Tasavvur qiling, xotiningizga nimadir olib kirdingiz va ayol kishi sizga qarab, "Voy, rostda, mengami? Voy, xursand bo'ldim." Siz qanaqa turasizlar? "Oh, arzimaydi, bilsang bilarsan, takoy mujik-da, o'zinglarni his qilasizlar, mujikliginglarni. Ko'chaga chiqib olib, birovni urib, testosteronni oshiraman, men hozir urib bittasini buzib kelaman deylar. 0-2. Hozir unaqa sharoit yo'q. O'shaning uchun hozirgi hurmatli erkaklar, hozirgi paytda, hozirgi davrda testosteroninglarni faqatgina ayolinglarni yoki qiz farzandinglarni xursand qilib oshirsanglar bo'ladi. Sizlarga life hack. Vot erim menga bugun nima olib bering onasi? Kecha bayramga arazlamaganda kecha olib berardim deyaptilar. Men ikkita narsa o'yladim. Agar olib bersalar, kecha ko'rsataman nima olib berganlarini o'ylagan narsamni.